Xo'p, Dilan yonini to'liq obzor qilib bering degan stokalarimiz bor edi, savollar tushganda. Shu videomiz shu haqda bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, manfaatli bo'ladi. Yangiliklar juda ham ajoyib maslahatlar qo'shilgan. Oxirigacha ko'rsanglar, shu video davomida ketadi. Ketdik, boshladik. Xo'sh, razmerlar haqida birinchi bo'lib, mana bu yog'i ichkariga 1, mana bu yog'i ham 1, 7, 5, 34,5, 5, 7, 1, 1 bo'lgan. Shunda keyin bu yoqda 1.90 olib qo'yganmiz. Shuni oldim, mana yaqinroq oling. Keyin mana bu yoqda yorug'roq ko'rinish uchun. Mana bu yoq 0 mana. Shuni oldim, mana bu yoq 7 olinadi. Keyin bu 0 mana pasti 10 cm olganmiz. Xo'sh, sababi mana bu chuqurroq bosilgani uchun 45 gradus chuqurroq bosilgani sababi. Bo'lmasa 10,5 bo'lardi. Bu degani 3,5 cm degan mana bu yoqda. Mana bu yoqgacha 3,5 cm degani. Shuni hisobiga o'shanaqa yana to'g'ri kelish uchun 10 bo'lgan. Uni gradusga qarab o'zgaradigan narsa o'sha stanoyda bosilishiga qarab. Shunaqa holatda bo'ladi. Birinchi men bilan kesib olamiz. Keyin men bu yonni yopadigan mana bunisi. Holatda bu bo'ladi, mana bu holatda bo'ladi. Butun ko'rinishi. Mana xalaq qilmaslik uchun ozroq kesib olganmiz. Buni taxminan kesib tashladi. Keyin razmer o'ynaydigan narsa emas. Xo'p, bu yerda yana bitta aytilmagan narsa, mana 10 cm belgilab keldik-ku mana bu yoqgacha. Mana shundan mana buni qayrilgan joyi bor, mana 2 cm. O'shani haqqi qoladi 2 cm, keyin u 2 cm ustiga qayrilish uchun yana 1,5 cm. Umumiy hisobda 3,5 cm bo'ladi. 2 cm belgilangan so'ng ichidan qayriladi, kesib bo'lgan. Bundoqlarni kesib olib tashlaymiz, keyin qayriladi video davomida. Mana shu qaychi, mana oddiy qaychi, chap o'nmi yo'qmi? Zavodga qaychi bo'ladi, magazinlardan topilmagan narsa. Endi buni kiradi bu. Bir chekdim. Endi ozgina necha bergan bo'lishi mumkin. Plastik bilan taqdirlanadi bu. Keyin ishimiz mana buni ozgina qo'yamiz. Bunaqa yana kontrolga keladi. Video ozgina cho'zilishi mumkin, lekin inshaalloh manfaatli bo'ladi. Inshaalloh qayriladi. Ishimiz mana buni shu joyga qayrilganimiz, keyin oxirida qo'l bilan qayrish oson bo'ladi. Uzilmasdan qilinganda bu. Mana holatda qoladi. Ikkinchi yoqamiz. Inshaalloh. Qalamni orqasiga chekaylik. Inshaalloh. Aslında şey yapalım. Ya şu kadar silah kilidi oldu. Ya, ne kadar yakın hayat. Önce nasıl koyacak? Çıkın. Koyalım. Tartışmalar. Lekin keyin ham ambir yordamida mana qisib chiqish kerak, yaxshilab. Shu holatda. Ochiladigan holat bo'lsa, bunda uni orqa tomonidan mana ambir qo'yiladi-da. Shu holatda ko'rinyaptimi? Ozgina pastga bosib qo'yiladi. Yopilgan ko'rdingmi? Anaqa ajoyib holatga keladi. Dalarim kelganmiz. Agar shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, shu ozgina ambirda bosiladi. Shu tayyor bo'ladi. Shu holat bilan razmerlar hamma yoq aytib o'tganlarni like bilan bosib, qo'llab-quvvatlab, shuni o'rganmoqchi bo'lganlar jo'natib qo'yamiz. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentarlarda yozinglar.